birinchi misol haqida gaplashamiz. Demak, birinchi misolimiz nima degan ekan? Agar b qo'shchida Hop, -2 -7 nuqta y teng. bu qarang. Mana bunday degan ekan. Agar deydi b nuqta berilgan ekan, -2 ga -7. Bu nuqta deydi y barobar kx kvadrat plus 8x plus 8x plus m parabolani 3 m parabolaning 3'i bo'lsa deydi, k va m ning qiymatini topib bering deyapti. Bo'ldi. Mana shu ikkalasi nima ekan bu? Parabolaning 3 degani nima degani edi? x0 y0. Zo'r, x0 va y0, to'g'rimi? Shunda x0 nechiga teng ekan? -2 ga. y0 esa -7. bo'ldi. x0 ni qanaqa topardim formulada, do'stlar? -b taqsim 2a. Xo'sh. -8 taqsim 2 ko'paytirilgan k. Yaxshi. O'sha teng ekan nechiga? -2 ga. -2 ga. Tushunyapsizlarmi, yo'qmi? Xudo tushunmayapsiz? Tushunmayapsizmi? Yaxshi. Xo'p. 2 bo'ladi. Ko'paytiraveraylik, bu tomonga minuslarni qisqartirib yuboramizmi? Xo'p, 8 barobar 4 ta k mi? K teng 2 ekan. Kni topib oldim, to'g'rimi? Bo'ldi. Endi y0 ni qanaqa topardim? O'rniga Olib Bo'ldi, ketdik. y0 topmoqchiman. Nima qilar ekanman? 2 k ni o'rniga sirazi 2 qo'yib ketyapmiz. Kuchayib ketdik-ku. X kvadratni o'rniga nima yozardim? Mana to'xtanglar. x0 ning kvadrati, to'g'rimi? Qo'shilgan 8 ko'paytirilgan x0 qo'shilgan m mida do'stlar? To'g'rimi? Ha. Prosta hali uncha tushunmay qoldik-ku deb o'ylayapman. O'sha nechiga teng ekan y0? -7 ga. Xo'p. 2 ko'paytirilgan x0 nechi edi? -2 ning kvadrati. To'g'ri. 8 ko'paytirilgan -2. m teng 1. -16 mi? Qo'shilgan m natija -7 ekan. Hisoblasam 8 -8 qo'shilgan m barobar -7. -8 var. Ha, m nechiga teng bo'lib qolgan? 1 ga. K ham bor, m ham bor. Tushunarlimi? Oson ekan-a? Yaxshi. 2 haqida gaplashaylik, keyin anchagina ketsak bo'ladi. Ikkinchi misol. Xo'sh, y teng x kvadrat -4x x kvadrat, ha -4x plus 3 parabolani 3 koordinatalarini tekisligining qayerda joylashgan? Bo'ldi. Koordinata tekisligining qayerda joylashgan deyapti. Bizga nima kerak? Qayerda joylashganligini topishimiz uchun. Zo'r, x0 bilan y0 kerak. Qaylar? x0 ni qanaqa topmoqchimiz? Nima deymiz? -b taqsim 2a, ya'ni 4 oldida minus bo'lgani uchun 4 ni o'zi bo'lqadimi? Taqsim 2 ko'paytirilgan a nechi? 1 yozmasam ham bo'ladi. 2. x0 nim 2 ekan. Tushundinglar-a mana? x0 nim 2. y0 ni topishim kerakmi? y0 ni topmoqchiman. Ketdik, 2 ni olib borib qo'ysam 4 ayrilgan 8 qo'shilgan 3. Necha bo'ladi? -1 mikin? Xo'p, y0 nim -1 bo'lib qoldi. Ketdik, qaranglar. Koordinata x0 2, to'g'rimi? Y esa -1. 4-chi joylashgan bo'lish. Yaxshi, kuchayapti. 3 bo'lsa 3-chi ziyodi joylashaveradi demak pastga. 3-chi qaysi 3? Mana Mana bu ish. aytyapti. Ha, nima yo'q. Mana bu yerda deyapsizmi? Kelib ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, nima yo'q. Ha, lekin har doim unaqa deya olmaymiz. 3 mana bu yerdan o'tganligi uchun demoqchisizda, to'g'rimi? Mana bunday bo'lib qolsa-chi, og'a? 3 mana bu yerda? Ha. Mana bunday bo'lib qolsa-chi. Bu qolishi mumkin-ku. O'shancha ayta olmaymiz. Ha, lekin haqsiz. Yaxshi. Xo'p, keyingisi. 3 ketdi, 4 ketdi. Xo'p, 5 haqida ozgina gaplashaylik. 5. Yordamlasha olinglar 5 ga. k ning qanday qiymatida y teng k kvadrat Nimadir bo'lyapti o'shanaqa. funksiyaning grafigi a nuqtada To'g'ri, oxirigacha aytmadingiz-da, -2. funksiyaning Hop. grafigi a nuqtada -1 ga nuqtadan o'tadi. Ha, qaranglar. Nimadir bo'lyapti, Ruxshan opaga. Qarang, aytyapti. Mana shu funksiya bor ekan deydi. K
K'ni o'rniga nechi qo'ysang deydi, shu nuqtadan o'tadi deyapti. Shu nuqtadan o'tadi degani x ni o'rniga -1 qo'ysang, natija nechi chiqishi kerak? 1 chiqishi kerak ekan. Bo'ldi. Ketdik, 1 chiqadi. Natija x ni o'rniga -1 qo'ysam, k l ga 2 bo'lib qoldimi? K nechiga teng bo'lib qolgan? 3 ga teng bo'lib qolgan. Yomon shoshildingiz lekin. Yapotsa minus mana qoldi. Tushundingmi? Bu yuzdoqi tushunyaptimi? Qayerga tushunmay qoldi? So'rang. Umuman. Xo'p, mana bu funksiya berilgan. K ni o'rniga nechi qo'ysang deydi, shu nuqtadan o'tadi deyapti. Demak, x birinchisi, to'g'rimi? X o'rniga -1 qo'yaman, natijam esa 1 chiqish kerak. Bu yerda parabolani uchi emas-da bu. Shunchaki nuqta. Tushunyapsizmi? Yo'q, aytavering, og'a, bu video bo'laveradi. Bu o'rgan narsa. Xatomi, xato. Xo'p, o'rganishimiz kerak-ku. Xo'p, 4 ketdi, 5 ham ketdi, to'g'rimi? -1 shu kan o'rniga qo'ygan shunaqa deysiz. Nima deysiz? -1 -1 nima? Bu birinchi son nimani berardi har doim? X ni berardi. Keyingisi esa y. Nuqta faqat koordinata o'qida x va y ni tasvirlaydi-da. Ha, o'tgan dars kelmagansiz, o'shaning uchun lay bo'lyapti. Xo'p, 6-misol haqida gaplashamiz do'stlar. Qaranglar. 6-misolda nima degan ekan, yordamlashavering. Y teng kx kvadrat minus 2kx Hop, plus 3. Keyin y teng 2 minus kx. o'qingchi. Funksiyalarning grafiklari k ning nechta butun qiymatlarida kesishmaydi. Xo'p, do'stlar, bizga mana bunday shart beradi-da. Qaranglar mana. Bitta Descartes koordinatalar sistemasi bor, shu yerda qanaydir parabola bor mana. Keyin parabolani, mana bu parabola to'g'rimi? Bu-chi? Chiziqli funksiya, zo'r. Chiziqli funksiya. Kechib o'tdik-ku. Chiziqli funksiya, to'g'ri, kechiraman. Chiziqli funksiya aytayaptiki, nechi qo'ysam deydi k-ga. Bu funksiyalar mana kesishmayaptimi, qaranglar? Kesishmay qoladi deyapti. Xo'p, bu vaziyatda nima qilamiz? Qoida berib ketaman. Boya o'shani aytmoqchi edim o'zi. Kesishmaydi desa, kesishmaydi deydigan bo'lsa, birinchi funksiyani ikkinchi funksiyaga tenglashtiraman. O'zi qachon tenglashtirardik? Hammajon. Qachon tenglashtirardik? Yo'q, o'zi mana ikkita funksiyani nega tenglashtiramiz? Yo'q, ikkita funksiya qachon teng bo'ladi desa, kesishadi deganda. Bizda kesishmasin desa ham tenglarkanmiz. Ikkita funksiyani tenglashtiramiz. Faqatgina diskriminantini 0 dan kichkina qilib yozib qo'yarkanmiz. Tushuntira oldimmi? Shunda bitta yechim chiqadimi? O'shanda javobi chiqib keladi. Agar kesishadi desa-chi? Kesishadi deydigan bo'lsa-chi? Ilik birni ilikka tenglashtiraman. Diskriminanti 0 dan O'tdi. tushuntira oldimmi? Teng bo'lib qolsa. Tushundinglar? Qanday teng bo'lib qolsa? Xo'p, diskriminant 0 dan katta bo'lishi kerak, shartida shunday. Ha? Yo'q, shartida 0 dan katta bo'lishi kerak. Ishlashimiz uchun shuna qilishimiz kerak. Sizdan aytadiki, shuni ikkita funksiya berilgan, kesishsin yoki kesishmasin deydi. Kesishmaydi degan uchun nima qilar ekanmiz? Ikkita funksiyani avval tenglashtiraman va diskriminantini zo'r. Ketdik, yordamlashaveringlar. Kx kvadrat minus 2kx qo'shilgan 3 teng, uzr. Kx kvadrat 2 minus kx ga. Ikkita funksiyani tenglashtirib oldim, Nilufar opa. Endi nima qilamiz? Kvadrat tenglamaga olib kelib olaman va diskriminantini 0 dan kichkina qilib ishlayman. Kx kvadrat Hammasi men tomonga o'tsin. Kx kvadrat minus 3 kx minus aldayapti. Kx plus 1 mi? Tushundinglarmi? Kvadrat tenglama bo'lib qoldimi? Diskriminant nima degan edi? K kvadrat minus 4 a o'rnida k sen o'rnida esa 1 yozish shart emas. Kichkina 0 danmi? Guruhdan nimani olib chiqsam bo'ladi? K ni olib chiqsam. Yaxshi. Guruhlaymizmi? O'zi guruhladik, tayyor. 0 ga 4. 4 ga qayerdan keldi do'stlar? Diskriminant nima edi? B kvadrat minus 4ac edi. Tushundingmi? Xo'p, topib oldikmi bizlarni? Plus minus plus. Bizga nima kerak?
Demak, k qanaqa son bo'lish kerak ekan? 0.1 son bo'lish kerak ekan. To'g'ri. 0.4 degani. Diskriminant bor shu bir chetdan. Mana bu nima? Diskriminant b kvadrat minus 4ac. Tushundingmi? Yaxshi. Keyingisini ichini ko'rar ekanmiz. Bir sevadi, sevmaydi qolsa bor ekan. Endi 7 ga nima degan ekan? Kesishmaydigan, mana kesishmaydiganlarni topib oldimmi? Endi nima degan? O'shani hammasini yig'indisini topib berdim demoqchi. Mana 0 dan 4 gacha bo'lgan necha bor? 1 bor, 2 bor, 3 bor, to'g'rimi? O'shalarni qo'shib ber demoqchi, misol uchun endi. 7-savolda. 8 ketdimi? 9 menga do'stlar. 9 menga, 10 menga. Xo'p, 11 sizlarga do'stlar. Bu degani nima degani? Qaranglar. 11-savolga qarayapsizlarmi? A nuqta berilgan ekan, bir qo'ysam, Y qo'yamiz, Y chiqishi kerak. zo'r, x ga 1 qo'ysam, natijam ne chiqish kerak ekan? 1. Mana qaranglar. Shunday funksiya, eshitinglar. Shunday funksiya bo'lish kerakki, o'sha A dan ham, B dan ham, C dan ham o'tish kerak. Iste'mosini olib chiqamiz. Ha, mana. Misol uchun, birinchi funksiyaga 1 qo'ydim, natija 1 chiqdi. Yaxshi. Bo'ldi, olib ketaveraman demaylar-da. 0 ham qo'yib qo'yinglar, 3 chiqsin. 2 ham qo'yinglar, 3 chiqsin demoqchiman. Nilufar opa tushunyapsizmi? Ha. Ko'proq bor-ku, mana qaranglar, osonlashtirmoqchiman sizlar uchun. 0 qo'yinglar-da iloji bo'lsa. 0 qo'ysam ne chiqish kerak ekan? 3. 0 qo'ysam 3 chiqadigan nechta variantda bor? Qaranglar. Bittasida bo'ldi, o'yin tugadi demoqchiman. Tushunyapsizlarmi? Ha, shunaqa qilinglar, misolni aldinglar, fint qilinglar-da, shu misolni qopqonga tushirib qo'yinglar. Tushuntira oldimmi, Bezdog'i? Javobsi. Endi fishkada sizlar uchun bitta. 0 qo'ysanglar. Ha, har doim ham bo'lmay qoladi. Endi prosta hozirga yordam. Xo'p. Ketdik. Xo'p, do'stlar, 12-savol qarayapsizlarmi? Parabolaga urinadi desada, mana bitta funksiya, mana parabola bor, bitta to'g'risi urinib ketadi desa, kesishyaptimi o'sha yerda, kesishmayaptimi? O'sha yerda tegib o'tyapti-da. Demak, nima qilamiz? Ikkita funksiyani tenglashtiramiz. G'oyamiz borki bizani. Tushunarlimi? Yaxshi. Yoki boshqacharoq fint aytsam bo'lar ekan sizlarga. 12 ni ko'rib beraman o'zim, do'stlar. 14 haqida gaplashish shart emas-a? Chunki nima degan? Parabola 3 bor ekan, nechiga nechi? 2 ga 4 ekan nuqtada o'tadi. Ya'ni x0 Ishlangan. nima deysiz? Ishlab bermay. Bo'pti. 14 ni ham ozgina g'oya qilib ketay. Ishlangan. Xo'p, qaranglar 15-savolga. Parabolaning 3 bor ekan, x0 -3, y0 esa -5 ekan. Nuqtalarda joylashgan bu funksiyaning nollarning o'rta arifmetikini topib bering deyapti. Oho, qaranglar, kalla joyida bo'lmaganda. Xo'p. Bu narsani aytib ketishim kerak edi, lekin sizlarga aytishning ham hojati yo'q. Sizlar chunki kuchlisizlar. Qaranglar, mana. Parabola bor, mana bu yerlarni x1 bilan nima deymiz? x2 deymiz. Zo'r bo'ldi, lekin eslarda qolib ketadi, xudo xolasa. Mana shu yerda, mana shu yerda x ni kesib o'tyaptimi? X ni kesib o'tgan paytda y necha bo'lib qoladi? 0. Mana shu x1 bilan x2 ni ikkinchi nomi bor, kitobiy nomi bor. Nollari degani bu. Demak, x1 bilan x2 ning nomi nima ekan shunda? Nollari ekan, nollar. Ya'ni bu funksiyani o'sha paytda 0 qilib qo'yadi-da. Tushuntira oldimmi? Ha, 0 qilib qo'yadi. Demak, bu nima ekan? Nollari deylar ekan. Bizga aytayapti-da, qaranglar. O'sha nollarni qo'shib 2 ga bo'lchi nimani beradi demoqchi? Y0. Yo'q, aldayapti. X0. Zo'r, x0 ni berar ekan. Bizda x0 bor emasmi hozir? Nechi? Yo'q. -3 bo'ldi, o'yin tugadi demoqchiman. Tushunmadinglar? Anaqasi plus ikkalasi qo'shsa minus chiqadi. Ha, javob minus. Endi hozir taxminan chizdim-da. Ya shuni x1 x2 qo'shsa minus chiqadi. Shunda hozir. arifmetiga x bo'ladi. Ha, o'rta arifmetika degan nimani tushunardingiz siz? Nechta bo'lsa qo'shib, miqdoriga bo'lish. Ikkita bo'lgani uchun 2 bo'laman. Biz boya gaplashdik-ku. Parabolani x0 nima bo'lardi desa, x1 ga x2 ni qo'shib 2 ga bo'lish.
Endi uni kitobiy nomi nollar degan ekan. Siz tushuningki, nollar desa nimani tushunishimiz kerak ekan? x1 bilan x2 ni. Boya aytish esimdan chiqib qoldi. Minus 3 bo'ladi. Javobimiz -3 bo'lib qoldi. Sabina opa tushunyapsizmi? Xo'p. Xo'sh, ketyapmiz. Xo'p, 17 ga qarayapsizlarmi? Parabola 3 ning koordinatalari yig'indisi degani nima degani? Parabola 3 ni topib olaylik. Avval 3 nima edi u? x0 bilan y0. O'sha koordinatalari o'sha x bilan y koordinatalar deyiladi. O'shani qo'shib qo'y deyapti. x0 topaman, y0 topaman, shu xatoga keyin bir-biriga qo'shib qo'yaman. Yo'q, 17 ekan. 18 mingga do'stlar. Xo'p. Bitta 20 ga ozgina gaplashsak, keyin shu bilan ketamiz. 25 mingga tez ketamiz demoqchiman. 25 mingga do'stlar. Xo'p, 27 mingga. Xos. 29 ni ko'ramiz. Xo'p, 29 ning yog'ini yana ko'rib ketamiz. Qaraymiz, agar kuchimiz yetsa, tashib ketamiz. Ketdik. Yordamlashaversanglar. 9 ga xos birdan. Do'stlar, qaranglar, hozir taxminan necha yoshmiz? Taxminan emas, aniq necha yoshmiz? 15, 20, 17, 18, to'g'rimi? Shunaqa yoshdamiz-ku. Bitta o'qituvchining gapini eshitganman. Universitetda o'qiydigan, o'qitadigan o'qituvchi aytgan. Motivatsiyan tayin bo'lib qoldi. Qarang, bitta o'quvchi kelgan, darsga kelmaganda, keyingi dars kelganda, nima dars kelmading desa, 20 yoshli bola-da endi u bola. 20 yoshli universitetda o'qiydigan bola. Nima darsga kelmading desa, u bola aytgan, kasal bo'lib qoldim degan. Keyin o'qituvchini qarang gapini. Zo'r gap bor-ku. Sen hozir kasal bo'lishga umuman haqqing yo'q. Qanday qilib kasal bo'lyapsan? Sen cholmisan, bir 80 ga kirganmisan yoki bir yosh bolamisan, aqlingni tanimagan yosh bolamisan? Misol uchun endi haqqing umuman yo'q. Sen 20 yoshsan. Qanday qilib kasal bo'lish mumkin 20 yoshli bola deyapti-da. O'zingiz o'ylab ko'ring, haqiqatan aqlingizni tanigansiz. Mana bunaqa qilsa nimadir bo'ladi. Marojniy esa shunaqa bo'ladi. Kechqurun konditsioner yoqib uxlasa nimadir bo'ladi. Muzli xaldinida muzli suvi olib ichsa nima bo'lishini bilamiz-ku, to'g'rimi? Lekin shunda ham kasal bo'lyapmiz-da. Endi to'g'ri bu Xudo bergani, lekin sababini qilishimiz kerak-ku, to'g'rimi? Xudo to'g'ri kasal bo'lishni beradi. Lekin siz o'sha narsaga olib bormasligingiz kerak. Iloji boricha harakat qilib. Misol uchun qaranglar, maqtanmay, bilmayman, 2 yil bo'ldi-yu kasal bo'lmaganimga. Ish qilib ertaga kasal bo'lib qolmaydi. Xudo xohlasa endi sababini unga iloji boricha ehtiyot qilaman o'zimni. Misol uchun birinchi o'rinda sog'liq-ku. Shu 2 yil bo'ldi-yu, menimcha o'ylashimcha, agar undan oshiq bo'lgan bo'lmasa. Tushunyapsizmi? To'g'ri, Xudo suygan narsasiga, bandasiga kasallikni beradi, keyin undan shu haqiqatan rozi bo'lsa taqdirga keyin savob yoziladi. To'g'ri bu narsa. To'g'ri. Endi misol uchun, endi kasal bo'lsam men unaqa to'g'ri emas-ku, to'g'rimi? Unaqa deyishdi. Misol uchun muz bilan ichib kasal bo'laman, keyin unaqa fikr bo'lmaydi-ku, to'g'rimi Sabina opa? Hozir o'ylayman do'stlar, 20 yoshmi, 18 yoshmi kasal bo'lishga ishoninglar, haqqinglar yo'q. Faqat o'qishimiz kerak. Qanaqa qilib kasal bo'lish mumkin? Odam emasmiz, rostdan biz kasal bo'lishga haqqimiz yo'q, rostdan. Men mana shu gapidan keyin rostdan o'ylanib qoldim-da, qanaqa qilib kasal bo'lish mumkin? O'quvchilarning ko'pchiligi shunaqa. Kasal bo'lib qoldim, mazam bo'lmayapti. Haqqimiz yo'q kasal bo'lishga. Faqat o'qishimiz kerak. O 70 ga kirib oling, keyin mazza qilib kasal bo'ling. Faqat yotgingiz kelsa yotaverasiz, havolagan qilib. Ya mayli, hech qisi yo'q. Dars o'taylik. Necha keldingmi? 9. Tashlaymiz, kesib tashlaymiz. Necha dedik? 9. 9-misol. Xo'p, ketdi. Aning qanday qiymatlarida y teng 9x kvadrat minus 12x plus 35a parabola absisalari o'qi bilan ikkita umumiy nuqtaga ega bo'ladi. 35a. Xo'p, do'stlar, shartini o'qidinglarmi? Sharti zo'r ekanda. A o'rniga nima qo'ysam deydi, bu parabola deydi, absis o'qi x deydi. X o'qi bilan ikkita umumiy nuqtaga ega bo'ladi deyapti. Nimanidirni tushunmadinglarmi shu joyda, qaranglar. Absis o'qi bilan sal yaqinlashingiz, qaranglar. Mana
koordinata bor, mana bu absis o'qimidi. Parabola x o'qi bilan ikkita umumiy nuqtaga ega bo'ladi deyapti. Bu degani x o'qini ikkita joyda kesib o'tirgani emasmi? Ikkita joyda kesib o'tirgani nima degani? x1 x bor. Ya'ni yana ham x 0 y 0. bor, xo'p, to'g'ri. Yana nimani qanaqa qilib ishlasam bo'ladi shunda? Yo'q, yana qanaqa qilib? Xo'p, o'zim ayta qolaman. Sandiqni ochaman. Ishlash kerak, aniq topish kerak. Diskriminant 0 dan katta degani, do'stlar. Ikkita ildizi bor deganida, to'g'rimi? Ishlash uchun yoqda 0 yoki teng qolish kerak-ku. O'sha diskriminant 0 dan katta. Prosta y 0 ga tenglashtirsa bo'lmaydi. Nega? 0 ga teng bo'lsa nima bo'lardi? x1 x ga teng bo'ladi. Shunaqa gap bormi? Diskriminant 0 ga teng bo'lib qolsa x1 x2 0 degan gap. Bo'lmas, x1 x2 bo'ladi. Diskriminant 0 ga teng bo'lsa kvadrat tenglamada nechta ildizi bo'ladi? Nega siz x1 x2 deyapsiz? Diskriminant emas, y 0 ga tenglashtirsa. Yo'q, keyin qanaqa topasiz? X ham yo'q, a ham yo'q-ku. To'g'rimi? Ha, diskriminant 0 dan kichkina qilyapmiz. Diskriminant yordamlasha olaylik. 12 12 ni kvadratda minus 4 ko'paytirilgan 9 ko'paytirilgan 35a. Katta bo'lishi kerak 0 dan. Katta bo'lishi kerak. Zo'r. 144 ayrilgan 9 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 35a katta 0 danmi? 36 ga bo'lib yubordim. Nima deysizlar? 3 36 ga bo'lishib olaylik. 4 minus 35a katta 0 danmi? Yo'q, o'tsin. Minus 35a katta minus 4 dan. 35 A kichkina aldayapsizlar. 4 Demak, a qanaqa son bo'lishi kerak desa 4 taqsim 35 dan kichkina bo'lgan son bo'lishi kerak. Tushuntira oldimmi? Yaxshi. Xo'p, ketyapmiz. Necha? 10. 10-misol. Agar fx teng Xo'p. 2 minus ax kvadrat 2 minus ax kvadrat. Va jx Xo'p, jx teng 2b plus x. Funksiyalar 2b plus x. plus x. Xo'p. Funksiyalarning qiymatlari x teng minus 1, x teng 0 dan 0 da teng bo'lsa a va b ni qiymati Bo'ldi, juda ham oson do'stlar. Qaranglar, mana ikkita funksiya bor. Ikkita funksiya deydi. X ni o'rniga minus 1 qo'yib qo'ysang teng bo'ladi deyapti va 0 qo'yib qo'ysang teng bo'ladi deyapti. Bo'ldi, nima qilar ekanmiz? Birinchi minus 1 qo'yib ko'raman, ikkalasini tenglashtiraman. Ketdik, yordamlasha olaylik. 2 minus yoki mana bunday qilamiz. minus 2 Mana qaranglar, bunday yozaman. F minus 1 teng j minus 1. Keyingisidachi necha qo'yib? f0 F0 teng J0 demoqchida. Tushuntira oldimmi? Xo'p. Mana tamam, o'chirib turaylik. Xo'p, xos. Ketdik, minus 1 qo'ysam. 2 minus a ni o'zi. teng Bitta. Xo'p, minus 1 qo'ysamchi. minus 1 To'g'rimi? Keyingisidachi 2 nima qo'ysamchi? 2b. B necha ekan do'stlar? 1 Tushundinglarmi? B ni shunchaki olib borib qo'ysam nima deysizlar? 2 minus a teng 1 mi? 2 dan nechini ayrsam 1 bo'lib qoladi. A ham bor, B ham bormi? Izimi? Ozgina mulohaza qilamiz, fikrlaymiz, bo'ldi, yog'i. Hammasi hisob kitob, oddiy kara-karada. Shunaqa. Mana shu yergacha kelish muammoda bizda. Shu yergacha kelish muammo. Yog'iga mana, yog'ni ishlash muammo emas. Tenglama qilib ishlab ketamiz. Samina opa, yig'lamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, keyingisi 12. 12-misol. Qani? M ning qanday qiymatlarida y teng 1 to'g'ri chiziq x y teng x kvadrat minus 2x plus m Bo'ldi, tushundim, qarang. Mana bu parabola, to'g'rimi? Y teng 1 degan to'g'ri chiziq do'stlar. Y teng 1 degan to'g'ri chiziq. Qarang, y teng 1 degan to'g'ri chiziq mana bunday ko'rinishda bo'lib qoladi. Mana. 1 bo'lib turaveradi. X ga necha qo'ysizdan? Baribir x yo'q-ku. 1 degan to'g'ri chiziq bo'lib qoladi. Endi bizga aytayaptiki, mana shu parabola, mana shu 1 degan to'g'ri chiziqqa nima bo'lsin ekan? Urindi degani mana bunday taxminan. Yo'q, diskriminant manfiy demoqchisiz, to'g'rimi? Ha. X, u hozircha muhim emas. Endi qarang. Mana shu yerda x0
Mana bu x0 mi? Bu yoqqa borsamchi? y0 nechiga teng do'stlar? Birga. Vo, zo'r, 1 ga teng. Chunki 1 degan joyga tirs etib urinib o'tyapti. Tushuntira oldimmi buni? 1 degan joyga urinyapti-yu. Demak, y0 necha ekan? 1 ekan. Tushundinglar-a? Xo'p, y0 ni qanaqa topishimiz kerak? Diskriminant minus diskriminant taqsim 4a midi? Boshqacharoq formula qilmoqchiman sizlar uchun. Qanaqa formula? Xo'p, eslarda bormi? Bizga mana bunday formula berishdi. A x minus x0 ning qaos kvadrati qo'shilgan y0 degan. Hozir x chiqib ketadi, 2 qoladi. Demak, x0 teng 2. Yoki mana qilamiz. Shoshmang. To'rt Xo'p, y0 necha bo'lish kerak edi bizga? bir 1 bo'lish kerakmidi? Mana bu nimandirning qaos kvadratini berib qo'yish kerak ekan. x ko'paytiru x minus 2. Nimandirning qaos kvadratiga o'xshamayaptimi do'stlar? X kvadrat minus 2x formula bo'lishi uchun necha yetmayapti? 1 mi? Xo'p, qo'shilgan nima shunda? Mana o'zimni o'zim bir qo'shdim-ku. M minus 1 deb qo'yamanmi do'stlar? Tushundinglar-a? Shunda mana bu ifodam nimani beradi bizga? X Formula. 1 kvadrat. X minus 1 ning qaos kvadrati qo'shilgan M minus 1. To'g'rimi shu fikr? Mana qaranglar. AM bu 1, haqiqatan 1-ku. X0 necha ekan shunda? Mana X0 ni ham topib qo'ydim 1 ligini. Mana bu ortib qolgan nimani berardi do'stlar? Y0. Y0 nechaga teng edi? 1 ga. M necha ekan shunda? 2. Tushundinglarmi? Bezovta tushunyapsizmi? Mana bu nimandirning qaos kvadratidan ortib qolgan ifoda bu y0 deb kelish oldik-ku mana. Nimandirning qaos kvadratidan ortib qolgani y0. Ko'rmayotgan bo'lsa oldiroqqa kelib. Hammasi yaxshimi? Zo'r. Bu necha edi? 12-misol edi. Shodaga tushunyapsizmi? Xo'p, keyingisi 18. 18 sig'sa kerak menimcha. Hozir. 18 sig'adi, qaranglar. A ning nechta qiymatida? Qara. Xo'p. Ham tepadagi savol. O'shani sirasi chiqarib olsa m teng y0 bo'ladimi? Yo'q. Formula bo'lish uchun 1 bo'lish kerak edi-ku men aytdi. Mana, formula bo'lish uchun 1 qo'shib oldim, formula qilib oldim-da. Keyin m minus 1 qilib oldim. Formulada o'zi plus y0 o'tish bilan bir yo'q. Agar aytyapti-da, qaranglar, zo'r savol beryapti. Begzod og'a, Shuhrat og'a. Mana bu yer 1 bo'lib qolsa-chi deyapti m ning o'rniga, to'g'rimi? 1 bo'lib qolsa bu formula beradimi? Mana x kvadrat. Formula bo'ladi. Formuladan necha ortib qoladi shunda? 0. Qana? 0. 0 ortib qoladi. Shunda y0 0 deb qo'yapsiz-ku siz. Mana, formula bo'lish kerak edi va 1 ortib qolish kerak. Shunda bu yer necha bo'lish kerak demoqchi. Tushundingizmi mana? Formula bo'lish kerak edi va 1 ham ortib qolish uchun bu 2 bo'lish kerak edi. Shunda 1 formula bo'lish uchun xizmat qiladi, 1 esa chekara qolib ketaveradi. Tushundingiz endi? Yaxshi, 18. Y teng Hop. qo'shchida x minus 4a qaus kvadrati. X minus 4a qaus kvadrati plus a kvadrat plus 10a plus 21. Xo'sh. Parabolaning uchining absissasi musbat, ordinatasi esa manfiy bo'ladi. Xo'p, absissa nima edi bu? Parabolaning uchining absissasi, uchining absissasi. X. Yo'q, uchi nima edi uchi? X. x0 dan y1 o'rtada. x0 Zo'r, x0 deydi do'stlar. x0 absissasi parabola uchining absissasi. Ha, bu x0 bizga aya parabola uchun aznatasi y0. Zo'r. Absissasi nima ekan? Yo'q, musbatmi nol? Yo'q, musbat degan manfiy degan. Musbat 0 dan katta. y0chi? Manfiy. 0 dan Kichkina. kichkina qilib ishlaymizmi? formula ishlatadimi? Zo'r. Qaranglar, nizomida bitta formulani yozib qoldi. Ustoz deydi mana. Nimandirning qaos kvadrati bo'lsa, x dan ayrilganim bu nimani berardi? x0. Ortib qolganichi? Y. Tushundinglarmi? Yo'q bo'lib qoldi-ku. y0. Tushundinglarmi mana bu formulani? Shunda x0 to'rt-da. x0 to'ra. Bo'ldi. Tayyor g'oyam. Qaranglar. 4a katta bo'lish kerak nimadan deyapti? 0 dan. Demak, a katta nechidan? 0 dan. A 0 dan katta bo'lish kerak. Bitta gapni topib oldim. a kvadrat. Endi bu tomonda x0 y0 nima edi? A kvadrat qo'shilgan 10 ta a qo'shilgan 21 Kichkina 0 dan. kichkina 0 dan. Nima deysiz Rahimjon? O'shani x kvadrat qo'shilgan 10x qo'shilgan. Xuddi o'shada. Nima deymiz buni? 7 bilan shuni Albatta a qo'shilgan ko'paytirsa, to'g'ri. 7 ga
A qo'shilgan 3 bo'lib qoldimi? V dan to'g'ri ilzani topib oldim-da. Kvadrat tenglamku. Faqat A ga oid. Menimcha X ga oid urgan qo'ygansizlar sizlar, to'g'rimi? Ayirsa lekin bunga chiqmaydi. Ayirsa qo'shiladi birinchi. X1 x2 teng 10 minus 10 ko'paytirsa 20. Mana. Ha, 21 Ha, hammasi yaxshi. Tushundingizmi muhimi? Ildizlar -7 ga Xo'p, plus minus plus. Bizga nima kerak? 7dan 3gacha. -7dan. Aytyapti, nima dedi bu? -7 dan -3gacha olaman deyapti. Bu nima deydi? 0dan kattalari. 0 dan kattasi bormi bu yoqda? Yo'q, demak bu to'plam ekan. Tushuntira oldimmi? Tushundinglar-a? 18. Bu 18-savol edi. 0 de ayiramiz. 0. Nechta deganda 0 ta yo'q-da. Xo'p, endi 20-savolga qaranglar do'stlar. 20-savolda nima degan ekan? Ay kichkina 0dan Xo'p, bizda funksiya berilgan. Ax kvadrat qo'shilgan bx qo'shilgan s, to'g'rimi? A 0 dan kichkina, b kvadrat minus 4ac nima degan edi bu? Bu nima edi? Diskriminantmidi? A 0 dan kichkina bo'lsa nima bo'lardi do'stlar? Shoxlari bo'ldi, shoxlari pastga qaragan ekan. Xo'p. Diskriminant 0 dan kichkina bo'lib qolsa-chi? X o'qini zo'r X o'qini kesib o'tmagan. Demak, qaysi chorak bilan kesib o'tar ekan? 3 bilan 4. Chorak desa yirik deydi. Bu do'stlar. 4. Tushundinglar-a? Endi kimdir hozir endi eshitinglar. Kimdir ichi qoralik qiladi va savol beradi. Va o'sha savolga javob bermoqchiman. Aytadi: "Ustoz, siz qayerdan bilasiz?" deydi. Shu xatoga savol bermoqchi edim o'shani. Javobini berib qo'ying. Shu xatoga aytadi: "Ustoz, siz qayerdan bilasiz?" deydi. Mana bunday bo'lib qolsa-chi deydi. Shunda faqat 3 bo'lib qoladi-ku ustoz deydi. Do'stlar, bu parabola keyinga yetib ketaveradi-da. Bu cheksiz ketyapti-yu. Qachondir kesib o'tadi-da bu. Tushunyapsizmi? Tushuntira oldimmi? Qachondir bo'lsa ham kesib o'tadi. O, nariroqda bo'lsa ham. Qachondir kattalashib ketadi, chunki cheksizlik ketyapti-da. Kattalashib, og'iz ochilib ketadi. Agar to'g'ri bo'lganda edi, kesmaydi deb ketaverardi. Tushunyapsizmi? Yaxshi. Shu xatoga javob topdingiz, shu savolingizga. Ketdik. Bu 20 midi? 25. Ketyapmiz. 25 ta ordimmi? Ha, 24-savolga qaranglar. 24-savol. Funksiya grafikini ko'ryapsizlarmi? Funksiya grafigi. Bu degani x nollari bor, nechta nol? Ikkita noli bor ekan. Ya'ni bittasi -1, keyingisi 1. Bu degani nima degani? X ga -1 qo'ysang ham 0 chiqarib beradi. To'g'rimi? 1 qo'ysam ham 0 chiqarib beraveradi. Va y ni qayerda kesib o'tyapti? Y ni kesib o'tgan joyini qanaqa topardim? Y ni kesib o'tsa. Y ni kesib o'tish uchun nima bo'lish kerak edi? Zo'r x 0 bo'lib qolish kerak. 24 ni gaplashdik-da. Tushundinglar-a? Uyda sekin. Xo'p, 25-savol haqida gaplashyapmiz do'stlar. Y teng Y teng x kvadrat plus px plus q. Shunday? X teng 5 ga. Nuqtada ox o'qiga urinadi. Q taqsim p ni toping. Q taqsim p ni topib bering deyapti. Xo'p, qaranglar, bu gaplarimni shu xatoga grafikda ham tushuntirishga harakat qilib ketaman. Qaranglar, aytayapti. Bu parabola deydi, bu parabola. X teng 5 deganman. 5 degan joyda deydi. Nima bo'lar ekan? X o'qiga urinadi deganmi? Absis o'qiga urinadi deganmi? X o'qiga. O'sha absis o'qiga urinadi deyapti mana. Tushuntira oldimmi? Absis o'qiga urindi. O'sha urindi deganda x nolim mana. O'sha uringan joyim, buklangan joyimmi? Demak, x nolim necha ekan? 5 ekan. Tushundinglarmi? Xo'p, y 0 necha ekan? 0 ekan. Zo'r. Mana buklanganda y ga qarab borsam nechini beradi? 0 ni berib qo'yar ekan. Bo'ldi. X 0 ni qanaqa topardim do'stlar? Formulasi bormidi? Vo. taqsim Ha, x 0 -b taqsim 2. Yaxshi.
O'shani nechaga tenglashtiramiz? 5 ga. 5 ga. Bizda b o'rnida. Demak, minus p taqsim 2 ko'paytirilgan 1 yozmasam ham bo'ladi. Teng ekan 5 gami? 10. Minus 10 desam rozimisizlar? Tushundinglar-a? Xo'p, pni topib oldik. Endi irik nolni 0 degani o'rniga qo'yib chiq deganimi? Keting 0 barobar. Yo'q, bizda 5 bor. 5 ning kvadratı 25. Qo'shuv Minus 50. bu 5 mi? Bu 5. P-chi? 10. Minus 50 Minus 20. qo'shilgan qumi 25. quni o'zi topyapmiz-da. 25. Quni ekan? 25. Tushundinglar-a? 25. Xo'p, ketdik, o'rniga qo'yamiz. 2/5 25 taqsim minus 10. 2/5 minusda. Tushundinglar-a? Izimi? Yaxshi. Necha keyingisi? 27. 27. Qaranglar. Bu funksiya grafida kesish nuqtalari ordinatlarning yig'indisini toping. Bo'ldi, kesish degani nima degani? Ikkalasini tenglashtiramiz, bo'ldi, kesishadi. Ordinata degani nima degani? Yo'q. Ordinata deganmi? Yo'q. Yo'q. Koordinatalar debdi. Mana kesishganda, misol uchun x 1 bo'lganda kesishadi-da ular va natija 3 chiqar ekan. Demak, 1 ga 3 qo'shaman. Bu birinchi joy. Keyin 2 qo'yganimda 5 chiqadi va o'sha yerda kesishadi. Demak, 2 ga ham 5 ni qo'shaman. Hammasini qo'shishim kerak men. Tushundinglarmi yo'qmi? Shu qadar tushunmay qoldik-ku. Tushundik. Yaxshi. Xo'p, necha keyingisi? 29. 29-misol. Ya mana shuni ham bitta yechib ko'rsak bo'lar ekan. 27 ni hali vaqtimiz bemalol ekan. 27 ni ko'raylik. Y teng Hozir bitta ko'rsatib keting. 4x kvadrat plus 4x plus 1 va y teng 2x plus 1 funksiyalarning grafiklar keshish nuqtalarining koordinatalari yig'indisini toping. Bo'ldi. Shu yerda bor. Nilufar opa qaranglar. Xo'p, ikkalasi kesishsin degan uchun y1 ni tenglashtiraman, y2 gami? Bo'ldi. 4x Plus 1 teng 2x plus 1. Shundaymi? Xo'p, mana bu formula do'stlar. Sizlar sezmayapsizlar-da faqat. Shundaymi? Xo'p, bir tomonga o'tkazamizmi? Minus. Va 2x plus 1 ni guruhdan chiqarib yubordim-da. Shunda 2x plus 1 ayrilgan 1 bo'lib o'tadi desam ishonasizlarmi? Ayla, tarjima qilib beraman. Qarang. Ha, bu yoqqa o'tib ketdi va ikkalasidan 2x plus 1 ni olib chiqishadi. Bitta qoldi bu yoqda. Bu yoqqa o'tsa minus o'tadi-ku. O'rnidan minus 1 qolib ketadi. 2x plus 1 ko'paytirilgan. To'g'ri. Hazm qolishsin, hazm qo'yaylik. Qolgan tushunyaptimi? Hazm qilib bo'ldi. Yaxshi. Birlar ketdimi? Xo'p, yaxshi yozmayaptimi? 2x ko'paytirilgan. 2x plus 1 ni tenglaymiz 0 ga. Bu yoqdan esa x teng 2x teng 0. X teng 3 1 taqsim 1 taqsim 2. Vol x teng. Hozir qo'shib qo'yishga shoshilmanglar. Bizga koordinatalar degan, to'g'rimi? Avval 0 qo'yib ko'raman. 0 qo'ying, istalganiga. Bunga ham farqi yo'q. Osonroq-a? 1. Minus 1 taqsim 2 ni qo'ysamchi? 0 1,5. 0 mikin? Tushundinglar-a? 0 bo'ldi. Demak, mana shu hammasini qo'shtirmoqchi. Tushundinglarmi? Qo'sha olasizlarmi shularni hammasini? 0 taqsim 2 qoldi. Yo'q, qanaqa qilib? 0.5 bo'ladi agar 0larni qo'shmang, 0.5 bo'ladi bu. Nechta qilyapti nizomida? 1 bilan minus 1 taqsim 2 ni qo'ysiz. Ha, bo'ldi. O'zi yaxshimi, suydilar yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ishlayapti. Xo'p, necha keyingisi? 29. 29. Xo'p, 28 ga ozgina ideya. Qaranglar 28 ga. Mana shunday ekan, ha? Zo'r, 28-misol qaranglar. Y barobar m plus 2 x kvadrat qo'shilgan minusdan 2 qo'shida m plus 2 x plus 1 qo'shilgan grafik aksiyalari o'qlarini pastga joylashtirdik. yaxshi, o'shanaqa otini ko'rsatamiz kerak. Ha, qaranglar. Absissi o'qi mana bu, to'g'rimi? O'sha o'qdan pastda joylashgan deganligi uchun grafikimiz mana bu shunday ko'rinishi bo'ladi, taxminiy qilib. Ya'ni x o'qini kesib ham o'tmaydi, tushunyapsizmi? Tegib ham o'tmaydi. Pastda degani uchun pastda bo'lib qolishi kerak kelasi. Shunda bu holat nima deyiladi bizda? Qanaqa ishlardik? Kichkina noldan. A kichkina noldan diskriminant ham kichkina noldan.
Tushunarli? Demak, n plus 4 ni 0 dan kichik qilaman va diskriminantni 0 dan kichik qo'yaman. Tushundimmi? Zo'r. Demak, bu 28-misol edi. Keyin nechini aytdim? 29 aytdimmi? Ha, bu oson ekan 29. Nima qilamiz? Qaranglar. A x kvadrat plus c degan funksiya bor, to'g'rimi? Yo, ishlamaymi ekan? Ikkitadan ololmagan, ikkitadan ololmagan. Ishonmaymiz-da. Yo'q, oson. Ishonamizmi? Minus 1 qo'ysam chiqish kerak. Tegrammalar sistemasi bor qoldi. To'g'ri. Qo'ysam 0 chiqishi kerak. 3 qo'ysam 0 chiqish kerak. Xo'p, xos. Hayron. 32 ham oson ekan. 30 ni ko'ryapsizlarmi? Y barobar x kvadrat funksiyasining qiymati 9 dan kichik bo'ladi deyapti. Ya'ni bu degani katta degani. Billa boramiz, o'shani. Hop, 30-misol. Y barobar x kvadrat degan funksiya bor ekan. Bu funksiyaning qiymati degani bu qiymatlar sohasi y-midir? Demak, y nima bo'lishi kerak ekan? 9 dan katta. Katta bo'lishi kerak ekan 9 dan. Y bizda x kvadratmi? X kvadrat katta ekan 9 dan. Bu formula emasmi? X kvadrat minus 9 katta 0 dan x minus 3 ga X plus 3. x minus 3. X kvadrat katta plus minus 3. Ishonamizmi? Yaxshi. So'z. Buni qo'yadi ishlaydi. 30 Ishlaymiz. 31 ni ko'raylik. 31. Ishlaymiz. Yo'q. Obunachilarimiz ishlar. 31-misol. Qaranglar. M ning qanday qiymatida shu to'g'ri chiziq shu parabola absissasi minus 1 bo'lganda nuqtada kesishadi. Bo'ldi. Ikkalasi kesishar ekan va qayerda kesishar ekan? X ni o'rniga minus 1 qo'yganimda. Demak, ikkalasini tenglashtiraman. Mana. Y birini tenglashtiraman necha qo'yganimda? Minus 1 qo'yganimda. Y ga minus 1 qo'yganimda. Ikkalasini tenglashtirib qo'yaman, minus 1 qo'yib x ni o'rniga. Hop. 32 ga qaranglar. Hammasini ishlaganingizda 32. Xo'sh. Xo'sh. x kvadrat Minus 2x kvadrat. qo'shilgan 5x plus 3. Funksiyasining eng katta qiymatini toping. Zo'r, eng katta yoki eng kichik qiymati mana qaranglar. Bu shoxlari pastga qaraganmi, tepagami? pastga. Pastga qaragan. Chunki 0 dan kichkina. Zo'r. Shoxlari pastga qaragan bo'lsa, funksiyani qaranglar, misol uchun. Bu funksiyani eng katta qiymati bormi, eng kichik qiymati bormi? Eng katta qiymati. Eng katta qiymati bo'ladi, qaranglar. Eng kichikasini topishning iloji yo'q. Cheksiz. Ha. Bu yerda olib tushundik. Mana bu haqida gapirishdik. Bu funksiyani eng kattasi, eng kichikasini topishning iloji yo'q. Eng kichik qiymati necha? Qiymati 0. Ha, 0. Qiymati 0. Eng kattasini topishning iloji yo'q. Tushundinglar? Demak, bizdan nimani so'rayapti ekan? Eng katta qiymatini so'raganmi? Ya'ni x 0. tushunarli. Demak, shu bilan darsimiz tugadi. Hammaga omad, sog' salomat